Qo'lchida taksiga 5 qo'ya oldi, bir og'ini bo'lsa bunda qo'li yo'q. Bunda ko'tas 4 qo'yib bo'lmaydi. Oshxonam bir adash yig'lab kiribdi. Boluskam degan kim o deydi. Men desam, "Mash 5 kun tushdi, qanday qilman?" deydi. Kunlik tutib oldi. Tudaxim pakalı bir sorun o'tadi, uning oyog'i mishchilik ekan. Yangi chiqdi, ya, "Fikra, sening oyog'ing kim o'g'laydi?" desam, "Boluska ne o'ylab, telefon soldigan qilyapti." Do'ngmazad bir oshxona kirib, kirsak, chiqib qoliyor, qilib 60 kirdigan bolalar oshxonasi ekan, kirib qopdimi? Undaski balga bir tamoq qilib deb chiqaylik, ayolga, "Qo'li yo'q kim o'tsam, yo'lchishim" deydi, "Va ta'lingiz kepsam qada" deydi. Faqat olmaydigan bo'ldi desam, "O'lmaganni bek tepidi men." Dabazani alsam bir adaş yapılaq şaptıl siltdi. Men dedim, "G'oljiningmi, ko'rilningmi, nani şaptıl bor, sen pepana." Yoqib maylatdan tish og'rib, doktorxonaga beribdi. Doktorlar ko'rimda tishingiz qara. Desa, o'ydigilar tishingni eqini ko'rsatmaydi. Bawo panjimda 28 traktorni bir saydab ketib, jo'toning tutyapti. Prava qini? Yo'q. Qayjoq qini? Yo'q. Ondan aka aşqishni. Sen bunchalik og'am qiz qo'ydi, bunda qiz o't oldirdi. Bir tez tamoqxonasiga 4 ayol kirib, birisi bolasini imityapti, foyal balangni imitma deb. Bu zamon bolasini deb imitmaymiz-sa, sirtda ichimlik akirishga bo'lmaydi. Bizning mal bir balani akustiga qatib kirsam, yig'layotdi bu. "Voy akam, kimni aki deymi akam" deydi. "Ishki men debdi" dedi. Bir pulva adam 20 ming so'm ishda kapti. Kunda 4 kilo kol go'shi yurdi ekan. Delik ishtiya o'shimaydi, jimjit. İştini mal doktorxonaga olib boribdi, tekshiribdi, ishdan kekashga dedi. Bir ag'inam bil ketib qolsam, o'qimaga ag'inam bo'lo savoq tishim kelib qoldi deydi. Sen o'qimasan, qanday savoq tishing olsam, og'im o'qimagan deydi. Tudaxim pakalı ayoli bek yo'q ayol-ku. Bir kun uyda tok yo'q, bolalar yig'lab uribdi. Ayol balani to'sqina chiqdi deb tudaxim to'sqina chiqdi.